Bu yoki ertalabda qilingan jinsiy aloqa homilador bo'lish imkoniyatini ko'taradi degan gap bor. Aksincha, ertalabda haqiqatda jinsiy aloqa yaxshi bo'lishi mumkin. Gormonlar pikda erkak kishida ereksiya zo'r bo'lishi mumkin. Lekin hali neyromeziatorlar uxlayotgan bo'ladi, organizm hali uyquda bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, qinni ichiga to'kilgan erkak kishining suyuqligi ayol kishining bachadon bo'yni va qindagi suyuqlik bilan reaksiyaga kirishadi. Bu oddiy narsa, biokimik jarayon bo'ladi. Bu jarayon 30 minut, 1 soat davom etadi. Buni ichida eng aktiv bo'lgan omadli spermatozoidlar bachadonning ichiga kirib olishi kerak. Ertalabki vaqt kamlik qiladi. Bu ikkinchi. Va uchinchi masala, biz o'zimiz jarayonimizda ham ko'ramiz. Ertalabki spermogrammadagi spermatozoidlar sal sustroq, kunning ikkinchi yarmidagi spermatozoidlarda harakati aktivroq bo'ladi. Shuning uchun jinsiy aloqa kechqurun bo'lgani yaxshi.